Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan yangi BYD Smart'ni eskisi 2025-yildagisi bilan yangi restyling bo'lib chiqqani bilan nima farqlari borligi haqida gaplashib o'tamiz. Xullas, sizlar bilan Abdurahmon Ermanbek Jihoz kanalidasizlar. Podpiska, like bosishni unutmanglar, chunki biz yangi talqindagi kontentlarni tayyorlashga harakat qilyapmiz. Bu test janridagi birinchi kontentim. Xullas, mana ko'rib turganingizdek BYD chempioni Smart versiyasini ko'rib chiqamiz bugungi kunda. Xullas, bu hozir endi Xitoy saytlarida e'lon qilingan 3D modeli hozircha mana shu ko'rinishda bo'ladi. Tashqi ko'rinishda asosiy farqlari nima? Mana sichqoncham ko'rinayotgan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. Bir daqiqa, hop. Noqulay, ozgina. Mana shu yerda ko'rayotganingizdek kichkina do'mpayib qolgan joyi bor. Bu chempionning 160 kamerasini yana ham takomillashgan versiyasi. 12 ta kamera qo'yilgan. Ungacha alohida to'xtalib o'tamiz yana bir bor. O'shlardan biri. Xullas, yana tashqi ko'rinishni ajratib turadigan narsasi, mana tepada ko'rib turganingiz joyingizda odatda bir dona kamera bo'lardi. Endilikda 4 dona kamerasi mavjud. Endi asosiy yangiliklardan biri yangi rang qo'shilgan. Bu xitoyliklar o'zlari buni qumli jigar rang deb atashmoqda. Ko'rib turganingizdek oldin ko'k salon bo'lardi. Uni ham bir ko'rsatib o'taman. Hozirgi kunda esa yangi rang sifatida shuni taqdim etishmoqda. O'sha yangiliklar yo'q. Qo'shimcha narsalar qo'yilmadi deyarli, lekin displey yangilandi. Old display head-up display qo'yilishni boshlabdi anaqa versiyalarga, DMI ya'ni gibridni versiyalarga va mudhish yangilik. Endilikda siz yoninizdagi ekran monitorni, mana shu monitorni aylantira olmaysiz. Albomni knijniy qila olmaysiz. Sababi siz 12 ta kameralik Smart chempionni olyapsiz. Menimcha Jimdan o'rganyapti ancha narsani BYD ham. Aqlli. Xo'p, o'tgan safarga 25-yil 24-yilgi versiyasida chempionni ikkita besprovodniy zaryadchik устройство bor edi mana shu qismda. Даже 2025-yilgi versiyasida bu ikkita anaqa zaryadchik устройствоni bir dona besprovodnoy 50 wattligiga almashtirildi. Ya'ni ikkita oddiysidan bitta kuchlirog'iga. Undan oldingi versiyalarida 2023-24-yilgi versiyalarda Infinity kolonkalardan foydalangan bo'lsa, hozirgida BYDning o'zining klassik kolonkalaridan foydalanib kelinmoqda. Smart versiyalarda mana shu qismida odamni emotsiyasini yokida qorovul tizimi deb qo'yadi. Bu uxlash rejimi, shunga o'xshash odam qay holatda minib ketayotganligini kuzatib turadi. Ya'ni bu orqali qandaydir bir narsani his qilsa, avval remenga yokida rulga vibratsiya berish ehtimoli bor. Bu kutilgan nazariya. Hali o'zim ham ko'rmaganman. Xo'p, panorama lyuk hali joyida turibdi. Boshqa narsalar o'zgartirilmagan. Hozir arqa salonlarni ham ko'rsatib o'taman. Mashina uzunligi zo'r. Agar unga ham to'xtaladigan bo'lsak, avval video rasmlarini bir necha ko'rib olaylik. Albatta, texnik xarakteristikалariga ham to'xtalib o'taman. Xo'p, ichki salonga baho berasizlar. Mana shu to'liq obzori salonda ko'rib turganingizdek yangi rang bilan qanday yarashib turganligini bir ko'rishingiz mumkin. Arqa salonga keladigan bo'lsak, bu ham o'ziga yarasha kengligi bor. Ichki salonda o'zini kengligi 3 metrni tashkil qiladi. Orqasiga o'tamiz. Bagaj qismini ham ko'rishingiz kerak, chunki bagaj qismida yukni qanchalik ortishi mumkinligini bemalol ko'rishingiz mumkin. Oldingi 2024 va 2023-versiyalarda bagaj qismida mana shu yerlarida subwooferlari bo'lgan edi. Ya'ni Infinity kompaniyasini kolonkalarni ishlatadigan paytida subwooferlargacha bor edi. Ko'rib turganingizdek, sindirlanayotgan holatda mana shu yerda sizga 400 litrlik bagaj qismi bor va subwooferlarni yo'qligi tufayli siz bemalol joy hosil qilingan va u yerga yuk qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni toqqa chiqib ketganda yuk muammo bo'lmaydi. Endi mashina haqida ko'rinish jihatdan tushunchaga ega bo'lib oldik. Hozircha bunaqa 3D modelida faqat shu rangi, tashqi ko'rinishida faqat shu rangi bor ekan hozircha. Lekin o'zi aslida qanday? BYD kompaniyasi shu kungacha va hozirgi kun davomida
shuncha pozitsiyasini ishlab chiqarmoqda. Hozir qancha shu shunchamiz? 1 2 3 4 5 6 7 8 sana adashib ketdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 va 17 ta. Bu yoqda yana bor, adashmasam. Ko'pligini ko'ryapsan. Xullas, shunchalik ko'p asosiy e'tiborini DMI-larga qaratyapti, ya'ni bu nima degani? Gibridlarga. Bizga DMI-lar kerak emas, chunki sizlarga bugun DMI haqida tushuncha bermoqchi emasman. Chunki biz asosan elektrlarni xarid qilish bilan qiziqamiz, elektromobilga. DMI-larni o'chirib tashlaymiz. 520 kilometrliklari bizga unchalik qiziq emas, asosiy full paketini qaraymiz. Keyinchalik unga ham to'xtalib o'tib beraman. Birinchi full paketini solishtiraylik. Endi 2025-yilda ishlab chiqarilgan DMI-lar, elektrlar, Smart 520 taliklar. Mana asosiy 2025-yilda ishlab chiqarilgan oddiy chempion va 2025-yilda ishlab chiqarilgan Smart chempion. Ketdi. Turlarini va olib tashlaymiz. Muddatlariga qaranglar. 2025-yilda ishlab chiqarilgan 2025-yilgi restyling versiyasini 2024-yil 8-avgustda ishlab chiqarilgan. Birinchi versiyasini. Ya'ni taqdimoti shunda bo'lganmi, shunga o'xshash. Smartni esa yaqinda 2-yanvarda e'lon qilishdi va O'zbekistonga fevralning oxiri va martning boshlariga yetib kelishni boshladi. Va sotuvda hozirgi kunda hozirgi vaqtda aytib o'tib ketaman. Bugungi chisloimiz 11-aprel 2025-yil 28500 ga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Oq va qorasi bor hozircha. Endi elektr energiyani ekvivalentli yoqilg'i sarfi deb farqini ko'rsatyapti. Asosiysi bu nima degani? Biz odamlar shundaymizki, biz benzin mashina minib kelganmiz va yangi turdagi yoqilg'iga ega bo'lgan mashinalarni nimadir bilan solishtirishimiz kerak edi. Va shunda bizga olimlar, o'sha kompaniyalar, injenerlar shuni taklif qilishadi. Elektrda yoqilgan kuchni benzindagi holatini ekvivalentini chiqarib berishga. Ya'ni 100 km masofaga yurganda elektromobil benzinni atiga 1,59 litrlik energiyasini ishlatar ekan xolos. Ya'ni jadalcha aytganda bu mashina 100 kilometrga 1,59 litrli benzinni sarflaydi degani. Teng shunga. Bu benzinda elektromobil bo'lgani bilan benzindagi koeffitsiyenti xuddi shunday. Agar tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyga yozib keting. Alohida u yerda sizga tushuncha qilib yozib qoldiraman. Yangilarda esa bu sarf xarajati smartlarda 1,64 ga ko'tarilgan. Ya'ni bu prosta 0,5, ya'ni 50 gram benzin ko'p sarf qilar ekan ekvivalentda. Xo'p, qo'riqlash rejimi. Bu nima degani, akalar? Qo'riqlash rejimi shunday narsaki, mana ko'rib turganingizdek, mashinani o'chirib qo'ygan taqdiringizda ham smart versiyalarda qandaydir turtki bo'lsa yoki shubhali vaziyat bo'ladigan bo'lsa, radarlari, ya'ni kameralari avtomatik ravishda saqlanib qo'yadi. Buni biz Audi'larda yoki Škodalarda ko'rgan edik qachondirlar. Endilikda BYD'da ham shu funksiyalar bor ekan. Endi oldin sezgi kamerasi, ya'ni nima haqida ketyapti? Hozir buni ko'rsataman. Tak. Oldin sezgi kamerasi. Bir daqiqa o'tatish. Mana bu yerda oldin sezgi kamerasi deyiladi. Monoko'z degan. Monokulyar. Juda qiyin ekan. Monokulyar, ya'ni bir donali bo'lgan. Eski versiyasi bormi ekan? Sizlarga topamiz. Bu yerda champion kartinkasidan monokulyar uni ko'rib chiqamiz. Mana shu yerda ko'rsatilgan ekan. O'ta sekin. Internetim o'ta sekinlik qiladi. Ha, bo'ldi, mana o'zida bor ekan. Tak, qanday sizlarga yaqinlashtirib ko'rsatsam bo'lar ekan? Ko'rayotganingizdek, mana bu yerda o'sha monokulyarni ko'rsangiz, bir dona glazi bor xolos. Shu narsani nazarda tutyapman. O'z asli mana shu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, bir dona ko'z bor. Bunda esa ko'rib tursangiz, sal kengroq ochilgan, bu yerda 3 ta va past qismida 4 ta.
shuni nazarda tutyapti. Bu bilan nimaga erishiladi? O'sha qo'riqlash tizimi yana ham takomillashadi va 360 kamerani sifati oshadi. Ya'ni 4 dona kamera bilan olingan 360 kamera bilan 12 ta kamera bilan olingan 360 kamerani farqi bor. Endi kameralar soni 5 ta. Ya'ni oldi arqa yonda bittadan oldi monokulyarligini hisobga olganda jami 5 ta kamera bilan jihozlangan edi. 2025-yil anaqada chiqqan versiyasi. Avgustda 2024-yil avgustda chiqqan versiyasi. Yaqinda chiqqan versiyasi esa 12 ta siz kameraga egasiz. Ultrasonik radarlar soni, ya'ni parktroniklar. Oldi 6 ta edi. Oldida 2 dona, orqada esa yana 4 dona. Endilikda hozirda ko'rib turganingizdek, mana bu yerda jami sizda 12 ta parktronikga ega bo'lasiz. Yonlarida ham qo'yilgan. Bu bilan sizning xavfsizligingiz oshadi. Ya'ni slipovoy zona degan narsalar bor. Shunda orqa qismidagi slipovoy zonangizdan tashqari, oldi qismingizda slipovoy zonangizdan tashqari, orqa qiismingizdagi slipovoy zonani ham ko'rishingiz imkoni mavjud. Ko'proq slipovoy zonalarda faqat oldida parktronik bo'ladi. Ya'ni slipovoy zona funksiyamiz bor deb maqtanish uchun faqat oldiga qo'yiladi. Bu orqali slipovoy zonani yoningizda mashina ko'rinmas hududdagi mashinani sezishingiz mumkin bo'ladi. Orqada kelayotgan biroz uchi kirgan bamperingizga yaqinlashib qolgan mana shunday ko'rishingiz mumkin. Mana shunday kelib qolgan mashinani ko'p mashinalar seza olmaydi. Qachonki mana bu qismiga yetib kelganda sezadi. Endilikda 12 ta parktronikingiz bo'lgani uchun mana shu yerdan turib ham mashina BYD Champion'ni smart versiyasini seza oladi. Hop, endi yana qaytamiz. Millimetrli to'lqin radar miqdori 3 tadan 5 taga ko'tarildi. 2 dona qo'shimcha qo'shib berildi. Birinchi arqa qismiga qo'shilgan. Sababi siz parkovga qo'yayotganingizda Mercedes-Benz EQE versiyalarida bor edi. Har bir millimetringizgacha hisoblab beradi. 10 millimetrgacha. 1 santimetr degani bu. O'ta yuqori sifat bu ham. Hop, haydovchiga yordam tizimi Dipilotdan Dipilot 100 gacha. Boshqacha talaffuz qilsa bilmadim, prosta o'zbekcha o'qiyapman men. Bu kelinglar ko'ramiz. Men ham bilmayman nimaligini. Mana ko'rdik. Bu o'sha oldida 4 ta kamera va radari, ya'ni bizda nima deb qo'yapti? Lidarlik deb qo'yadi-yu. Shunga o'xshash narsa bu, funksiyani bajarib beradi. Lidar degan sifat shu, faqat lidar kuchliroq bundan ancha. Bunda esa Dipilot deydi, adashmasam. Dipilotda mana shu piyodalar, peshobotlar va mashinani adaptatsiya qilish mumkin. Bu orqali sizning mashinangizda adaptivniy cruise control sistemasi ham ishlaydi. Bu yerda endi aytayaptiki, Dipilot 100 qo'yadigan bo'lsa, demak bu ancha kuchaygan. Har holda soni 100 taga kuchayibdi. Bu haqiqatan seriozniy gap, bu kulgi olmaylik. Haqiqatan Dipilot 100 bu palasalarni, peshobotlarni, mashinalarni ushlashga yordam beradi. Dipilotni o'zida esa bu ham ishlagan, faqat unchalik emas. Xuddi tushuntirsam ekan sizlarga qanday. Kino ko'rayotganda kachestvasi HD bo'ladi, keyin 4K bo'ladi. 4Kda qandaydir sal bozg'acha maza qilasiz, lekin orasida farqi katta emas. Haligi o'shini ko'rasiz, maza qilasiz, faqat 4Kda yana ham mazaliroq. Shu 4K deb qabul qilsanglar ham bo'laveradi. Tiniqroq versiyasi. Xo'p, Harita brendi bu bizga hududga umuman tashqi emas, tegishli emas. Gaude firmasidan foydalangan ekan, hozirda Baidu. Biz esa Yandex. Eng zo'r tanlov. Avtomatik to'xtash joyi, ya'ni avtoparkovka sistemasi 2023-yilda qo'yilgan edi. 24larda ham qaysi turlarda chiqdi. 25 versiya deb, o'sha avgustda chiqarilgan versiyasi olib tashalgan edi. Endi smartlarda yana qaytib qo'yilibdi. Respect. Вообще respect. Jam ko'p narsa o'rgatilyapti. Tajriba orttirishi yaxshi. Avtomatik chiqazish o'zgartirish yordamchisi. Avtomatik chiziqni o'zgartirish yordamchisi. Bu narsa zo'r narsa. Ya'ni siz uzoq dalniy yo'lga ketayotgan bo'lsangiz, ya'ni uzoq yo'lga, viloyatga, safarga chiqqan bo'lsangiz, ya'ni hozir ko'rsataman. 1 daqiqa. Afsuslar. Yaxshiroq kontent ishlashga harakat qilyapmiz. Qarang. Mana bu yerda cruise control bor. Hozir ko'ramiz.
ana shu qismida cruise controlda yaxshi bo'lsangiz, mashinani adaptativ cruise control holatiga ketadi. Va siz shunchaki yo'lda tomosha qilib ketasiz. Bu xuddi pilotga o'xshagan narsa, avtopilotga ketayotganingizda. Va pavrotingizni shunchaki o'ngga yaqsangiz, mashina avtomatik ravishda o'ngga burila oladi. Smart versiyalarida. Sababi sizda mana bu funksiya bor. Avtomatik chiziqni o'zgartirish funksiyasi. 25-restyling versiyalarida bu yo'q, smart versiyalarda esa bor. Kelinglar shuni bunday qilaylik. Smart va oddiy. Avgustda chiqqanini oddiy deymiz. Smart desa, yanvarda chiqqanini smart deymiz. Tushunaylik, men juda adashyapman hozir. Rampaning avtomatik chiqish kirishi o'ylagan tushunmadim. Prosta bu Xitoy tilidan to'g'ri tarjima qilyapti. O'zbekistonda ishlamaydi menimcha. Chunki bu xarita orqali ishlaydigan narsa, funksiya adashmasam. Kimdir bilsa, kommentariyga yozib ketsin. Serios, men Xitoy tilini bilmayman va beta translator ham ishlamaydi. Mana saytda ishlaydi, boshqa o'tgandan chiqmaydi qandaydir. Tushunganlar, smartda bor ekan, oddiyda yo'q ekan. O'chirishni aniqlash. Volvolardan kelgan anaqa yaxshi, o'chirishni aniqlash. Bilmadim, nimani nazarda tutyapti, lekin Volvoda bor ekan, Neo kompaniyasida bo'lgan ekan, qachondir. Shuni smart versiyasida ham qo'llashibdi. Bu funksiya nimaligini ham bilmayman to'g'risi. Ikkita funksiya bilmagan funksiya kommentariyada yozib qoldiringlar-da, biz ham zo'r emasmiz. Qiziq funksiyalar. Avtomatlashtirilgan haydashga yordam bo'limi. Yuqori tezlikda yo'l uchastkasi avtomatlashtirilgan. Bo'ldi. O'sha lidar masalasi yana qayta ko'tarilyapti. Adaptiv cruise controllarda yuqori tezlikka chiqqanda ko'p pilotlar, avtopilotlar o'zini haydovchiga topshirib qo'yadi, ishlamaydi. Shuni yuqori tezlikka ham chiqardik degan ma'noda aytyapti shekilli. Qiziq, mana shu yerda o'zini skrinshot qilib Google Translate'ga berib ko'rasizlar. Biladiganlar, qiziqqanlar. Lekin bizning hududda sizga unchalik ham kerak emas bo'lgan funksiyalar bu. Menimcha, chunki siz qachonki viloyatlararo sayohatga chiqqaningizdagi insonlar ishlatadigan funksiyalar bu. Xo'p, tashqi ko'rinish og'irlik qarshi, tashqi ko'rinishlar beti deyarli farqi yo'q, hammasi yo'q. Aylantiradigan kalta ekran. Bu mana shu narsa. Biz nimani yo'qotdik, akalar? Oddiysida bizning ekranimiz aylanolmasdi. Kinishni albomli bo'lardi. Chotki. Va smart versiyasida bundan voz kechdik. Xo'p, intellektual konfiguratsiya, rulda ichki oyna, bular hech qaysida yo'q, ikkalasida ham. Multimedia zaryadlash porti. Bu kimlargadir qiziq. Oddiy versiyalarida USB, ya'ni o'zimiz oddiy fleshkalar tushuntirishga harakat qilaman. Hozir bir daqiqa akalar. Chunki ko'pchiligimiz Samsung ishlatiladi. Hozir yangi avlod zaryadchiklarimiz Type-C bo'lib ketyapti. Ikki tarafi ham mana bunaqa ko'rinishda. Mana ko'rayotganingizdek, Type-C zaryadchikka o'tib ketyapti. Ikki tarafi ham bir xil. USB deyotganda hozirda bunaqalar tushuriladi. Ko'ryapsizlar? Bunaqa portda USB deyiladi. Ko'pchilik shunaqa ishlatadi hozirgacha. Ko'p odamlar. Shunaqa porti bor. Yangi mashinalarda asosan Type-C qilib qo'ygan. Masalan, bizda Volkswagen'da shunaqa port qilib qo'ygan, ikki tarafga ham bir xil Type-C. Endi smart versiyasida aytyaptiki, biz hattoki CD, ya'ni kichkina fleshkalar bo'ladi-yu, ya'ni telefonlarimiz orqasiga qo'yib qo'yardik. 32 talik yoki antiradarlarga, anaqaga, registratorlarga solinadigan kichkina fleshkalar. O'shanaqani ham qo'llaydi. Oldin 2021, 22, 23 da ham fleshkasi chiqqan, Champion'da o'zini fleshkasi chiqqan, hozirda yo'q, chiqmayapti ichidan. Albatta o'zingiz qo'yib olishingiz kerak bo'ladi. Даже ular tushmagan ham oddiyslarga. Hozir smartda esa bu funksiya qaytarilibdi. Xursand bo'lishimiz kerak. Havo tozalagichi. Yana bir bor. BYD ikkita narsadan voz kechdi. O'zbekiston havosi toza deb hisobladi va bu funksiyalar unchalik kerak emas deb o'ylaganligi uchun shekilli yangi BYD smart avtomobillarini havo tozalagichlarsiz ishlab chiqaryapti. Ma'lumot o'rnida aytib ketaman. BYD kompaniyasining mahsulotlari shu kungacha mashinani
ichidagi atmosferani tashqi havodan tozalab berardi. Yo, to'g'rirog'i tashqi havoni ichkariga tozalab kirib berardi. Hozir ko'rib chiqamiz buni qanaqa funksiyaligini. Mana shunaqa funksiya bo'lar ekan. Yo'q, bu BYD'ning o'zidan to'g'ridan-to'g'ri olingan funksiyalar emas. Ya'ni konditsioner tizimiga kirsangiz, hozir bir daqiqa qiziqishga bir qidirib ko'raylikchi. BD Champion havo tozalagichi, havo tozalagichi. Yo'q, rasm yo'q ekan. Afsus birodarlar. Xullas, konditsioner tizimiga kirganingizda havoni shunchaki chiqarishdan tashqari havoni anaqasi bor. pH deb qo'yadi, ya'ni yumshoqlik darajasi, nafas olishga tozalik darajasi. Shuni BYD chempionlarda oldingi versiyalarida bor edi, taji mana shu sentyabrdagi yangi chiqqan versiyasigacha, ya'ni oddiysigacha, smartgacha. Va bu funksiyani olib tashladi smartda. Chunki bilmadim, biz havolarimiz tozalangandir. Havo sifatini monitoringi, ya'ni bu o'sha funksiyaga chambarchas ishlaydigan narsa bo'lib, bu havoni sifatini kuzatib boruvchi funksiya edi. Bu ham olib tashalgan. Akalar, ishoninglar, kimdirlar ishlatgan bu funksiyani, kimdirlar ishlatmagan, kimdirlar hozirgacha bilmasa kerak qanaqa funksiyaligini bu. Lekin bu havo tozalab bergan funksiya edi. Unchalik ishlatmaydigan narsa ham edi. Tashlash, monitorni burish ham tap burish ham ko'pchilik ishlatmasa kerak. Meni fikrim. Ishlatadigan bo'lsangiz, men mana bu paytda ishlatganman deb kommentariyga yozib keting, BYDchilar. Endi asosiy qismi rang konfiguratsiyalariga keladigan bo'lsangiz, oddiy versiyasida 4 ta rang ko'rib turganingizdek ajoyib nomlar bilan chiqarib qo'ygan. Delanxey, ya'ni to'q-qora, qorli oq, qorday oq, vaqt kulrang, narda grey o'sha. Tutun rang. Zo'r, respekt, zo'r nom topishibdi, tutun rang. Endi ichki salon oddiysida o'zgartirilgan edi. 2024-yilda ishlab chiqarilgan versiyasida ko'kka молочный rang edi. Hozir ko'rsataman. Ichki salon mana bunaqa. Hozir bir daqiqa. Ko'rasizmi salon rangini? Ko'kka, apelsin rang va oq. Bu rangda edi. Hozirgi kunga kelib bu rang mana bunga o'zgartirildi. Kommentariyada yozib ketinglar, qaysi rang sizga ko'proq yoqdi. 2025-yilda faqat shu rangdan ishlab chiqarilgan ekan. 2025-yil, ya'ni oddiy versiyasida faqat shu rang bor edi. Va bu rangda gideta 6 oy sotishdi. Va qarabsizki, smart versiyasi ishlab chiqarilgan paytda endilikda biz ranglarni ko'paytirishimiz kerak deb o'ylashdi. Qora, qizil, oq, vaqt gul rangi, moviy gumbaz, tutun ranglarini ham qo'shishdi. Kelaylik, qiziq menga qizil rangi holati qanday? Yo'q, rasm qo'yilmagan. Oqqa rasm qo'yilishibdi, qani ko'rib chiqamiz. Mana oq chempionlar. Xo'p, nima demoqchiman? Ranglar bor. Menimcha bu podsakas asosiy rang hali ham 4 ta ranggacha qoladi. Qora, oq, ikkita kulrang versiyasi va qo'shimchasiga qizil, moviy va to'q ko'klar, jinsiy to'q ko'klar. Bu podsakas bo'lsa kerak. Zakazga chiqarilgani mumkin. Lekin asosiy anaqadan, konveyerdan shu ranglar chiqadi xolos. Xo'p, ichki salonlar qora jigar rang, ya'ni biz mana bunday ranglarni ko'rishimiz mumkin ekan. Bu qoraga mana shu rang bo'ladi. Oq tonida qora rang bo'ladi. Afsuski buni rasmi yo'q, ko'rsatilmagan. Iloji bo'lsa yo'q, ko'rsatilmagan. Endi boyagi ko'kimiz bor-ku. Mana shu rang ham yana qaytibdi smartda. Va o'zimizni qum shag'alga Fontaine rangi, ya'ni qordek oppoq. Qanday? Mana shu rang kelmoqda. Xullas, chempionda asosiy farqlari shular edi.
Endi haqiqiy xarakteristikasi qanaqa bo'lishi mumkin deyishingiz tabiiy hol. Endi ko'rib chiqamiz. BYD GPUning haqiqiy konfiguratsiyalari. 605 km CLTC bo'yicha yurib bera oladi. Uni VLTC bo'yicha test natijasi yo'q. Haligacha CLTC va VLTC ning farqiga bormaydigan odamlar uchun alohida tushuntirib o'tib ketaman. VLTC bu jahon test markazi. O'zimiz agentlik emas. Test markaziga o'xshagan. CLTC bu Xitoyniki. Xitoyning o'ziga mo'ljallangan. Endi qaysi biri ishonchliroq? Albatta VLTC. Uni shartlari shunchalik qiyinki, uni o'tadigan mashinalarni yurish masofalari doim kam ko'rsatiladi. Eng minimum holatda ko'rsatishga harakat qilishadi. CLTC esa akkumulyatorning bor quvvatini ochib berishga harakat qilishadi. Ya'ni mashinangiz qachondir shuncha kilometr yurib berishi mumkin. Undan ortiq emas degan ma'noni tushunib olsangiz bo'laveradi. 605 km masofa bosib o'ta oladi. Elektromobillarga tekkan kasallik bular yurmaydi deganning sababi shu CLTC tufayli, chunki ular sal ko'proq yozishga harakat qilishadi. Ko'proq emas, buni sababi bor. 0 gradus, ya'ni hech qanaqa balandlikka ega bo'lmagan joyda avtomobilni 60 km tezlikda hech qanaqa nagruzkasiz harakatlantirib, batareykasini tugatishadi va bunda 35 km masofa bosib o'ta oladi. Bosib o'ta oladi bunda. Yaqinroq shunga. Lekin O'zbekistonda bunday harakatlanmaydi. Umuman hayotda bunday harakatlanmaymiz. Mashinalar bunday minmaymiz. Biz to'xtaymiz, svetoforga yuramiz. Bizda uklon bor, pastlik bor, rekuperatsiya bor. Shunga o'xshash narsalar bor. Shu tufayli mashinangiz ketida 500 km atrofida yurib berish mumkin. Yozda, qishda esa bu natija teng yarmi bo'lmish 300 km ga tushib ketish ehtimoli bor. 300 dan baland ham yurish mumkinmi? Qishda yurish mumkin. 400 gacha. Baland yursangiz kompyuterga yozib qo'ying, men yurganman deb. Xo'p, batareykani mana bu yerda yangi funksiyalarni aytib o'tib ketgan. Batareyka tez zaryadlash vaqti, ya'ni ko'cha holatda 0.46. Ya'ni bu qanaqa hisob-kitobligini hozir tushuntirib beraman. Kalkulyator umuman 60 daqiqa bor bizda va u 0.46 holatda qismida mashina zaryad olar ekan. Bu degani men o'chirishim kerak shekilli. Tak, 0.46 bot. 27 daqiqa. 27 daqiqa 6 sekund. Ya'ni 30 daqiqa deylik, borganda 30 daqiqada zaryad ola oladi degani ma'noni anglatish mumkin. Anglatadi o'zi asli. Batareyka zaryadlash sig'imli diapazoni, ya'ni taklif etilgan narsa bu 30% dan 80% gacha. 30% ga zaryadingiz tugagan paytda 30% dan keyin qo'yish tavsiya etiladi, tushirib yubormang deyapti va 80% gacha oldiring. Bunda batareyka sokolini o'ldirib qo'ymaysiz. Adroqman. 30% dan pastroq 10-20 da zaryadga qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Bu nisbatan tezroq ketishiga sababchi bo'ladi. Qaysi ma'noda 1% yoki 2% bo'lishi mumkindir. Juda ko'p emas. 0 qilib o'tkazib qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Bemalol u ham mumkin. Faqat sizning mashinangizni umri taxminan 1 oy yoki 2 oyga qisqarishi ehtimoli bor batareykasini. 1 oy, 2 oy, nechta raznica. Xohlaganda mining, mashina sizniki. Majburiyatlar yo'q. Lekin tavsiya bor. Qilsangiz yaxshi, qilmasangiz baribir mashina sizniki, minib yuraverasiz. Xullas, mashinani zaryadlash tartibini ham aytib o'tib ketay. Qanaqa zaryadlash kerak? Ko'chada zaryadlash mumkinmi, mumkin emasmi? Shular ko'pchilikni qiynaltiradi. Tavsiya, mashina haqiqatan o'zingizga xohlagancha zaryadlashingiz mumkin. Ko'chada xohlagancha zaryadlang, muammo yo'q. Zaryadlaganingizda farqi, uydagi shunaqa tartibga qo'yib zaryadlagandan farqi maksimum 1 yil farq qilishi mumkin batareykangizni so'kili ertaroq kelishini. Raznicasi katta emas. Ko'cha zaryadlash. O'zi bitta zaryadlashingizni qo'yganingizdan keyin kuniga 100 km yursangiz, BYD chempionni ketida 3 kun yurasiz. Haftada 7 kun hisoblasak, bir haftada siz 2 marta zaryadlashingiz mumkin deganda bu normal. Normal ko'chada zaryad olish uchun. Agar pulingiz ko'p bo'lsa, uni ko'chada zaryad olavering. Faqat sharti 10%, 20% dan pastga kirmang. Tavsiya qilmayman. Va zaryadsiz to'lishi bilan albatta chiqib keting. Bo'lsa, zikrda holiga tushasiz. Kechqurun 3 da zaryad to'xtaydi, 7 gacha olmasangiz, albatta mashinangiz yonib ketishi mumkin. Bu mashinada emas ayb. Siz zaryadga olmaganingizda. Stopper nima bo'lgan, u vaziyatda bilmayman, lekin shu xabarni eshitdim men ham. Xo'p, maksimal quvvati 160 kW. Ya'ni bu mashinaning tezligini aytayapti.
160 kilovat degani bu где-то ot kuchiga ta'sir qiladi. Odatda qancha? Ko'ramiz. Bunaqa saytlar bor. Tekshirishingiz mumkin. HP desanglar, horsepower. Ya'ni qaranglar. Elektromobillarda anaqa yo'q. Ya'ni nima deydi? Ot kuchi yo'q o'zi aslida. Uni kilovatda hisoblashadi. Xuddi boyaga aytgan narsam. Elektromobillarda benzin sarfini xarajati yo'q. Biz nimagadir solishtirishimiz kerak edi. Uni ekvivalenti kerak. Elektromobillarda kilovat degan narsa bor va uni biz ot kuchi bilan, ya'ni benzin mashinadagi ot kuchi bilan solishtirishimiz kerak. Uni ekvivalenti bor. Mana 160 kilovat deydigan bo'lsangiz, 214 ta ot kuchiga taxminan teng. Ha, bu o'sha 214 ta ot kuchiga ega bo'lgan mashinani ishini qila oladi degani. 214 ta dedimi? Xotira ham zo'r. 214 ta ot kuchiga ega ekan. Ketdik. Maksimal newton metr. Ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi. Mashina tanlayotganingizda o'zingizni idealingizdagi mashina tanlamoqchi bo'lsangiz, albatta newton metrga ham e'tibor qarating. Bu nimani yordam beradi? Tepalikka ko'tarilishga asosan yo'l rol o'ynab beradi va tezlanishda rolini shu newton metr hal qilib beradi. Shu. Xo'p. Vites qutisi. Erta avtomobilning bir tezlik vites qutisi. Bilmayman nimaligini, даже buni explain'i ham yo'q ekan, kirib ko'rgani. 5 ta eshik, 5 o'rindiq, chunki bu suv ko'rib turganingizdek cars deylik. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Sedanlar bor, pick-up truck, bu janrlar. Ya'ni mashinani kuzov janrlari, sportkarlar, mana minivan. Bu suvga kiradi. Mana crossoverni ko'rayotgan bo'lsangiz, sal kaltaroq bo'ladi. Suvlar esa ancha uzunroq bo'ladi crossoverlarga qaraganda. Va suvlarning yana bitta xislati, crossoverdan ko'ra sal pastroq klinensi sedanga o'xshab ishlangan bo'ladi. Lekin sedan emas. Crossoverga o'xshab kattaroq ishlangan bo'ladi, lekin bu crossover emas. Sedan bilan crossoverning o'rtasidagi bitta janr desak ham bo'laveradi. Suv qilib ishlangan. Bular SUV deb qo'yadi. Dvigatellar keltirib o'tilibdi. Dvigatelda 218 ta beribdi. Hozir 214 ta hisobladik biz. 218 ta berilgan. Yaxshi. Umumiy hisob-kitob bo'yicha. Uzunligi. Avtomobilimizning uzunligiga keladigan bo'lsak, yon rasmi yo'qmi? Mana bu 360 ta anaqada qilishmabdi. Bir 12 ta rasmdan yig'ib qo'yishgan xolos. Shuning uchun faqat rasmlarni ko'ryapmiz. Qolgan paytda silliq qimirlash kerak edi. Nega silliq qimirlamabdi bu? Xo'p, qaranglar. 4,785. Ya'ni bu 4,7 metr uzunligi va 1,8 metr eniga 1,6 balandligi. Yaxshi. Rasmiy qo'zg'alishi tezlashuv yozilyapti. 8 atrofida bo'lsa kerak. Chunki mana 50 km/ga 4 sekundda chiqsa, matematik holati bu 8 ga chiqadi. Balkim boshqacha inersiya yoki tezlanishlar hisobiga 7 sekundda ham chiqishi mumkin. Maksimal tezlik 175. Bundan ortiq tezlikda yura oladimi? Yo'q, yura olmaydi. Chunki bu kompyuter tarafdan qo'yilgan blok bo'ladi. Programma orqali blok qo'yib qo'yilgan. Reduktor qizib ketib, bundan baland tezlikda yuradigan bo'lsa, ortiqcha yuklanish bo'lib, kuyib ketishi mumkin. Xuddi bu Tikoga 95 yoki 100 benzin qo'ygandek bo'ladi. Motor qizib ketib, otib yuborishi mumkin bo'lgan narsa. Reduktordagi blokni olib tashlashga harakat qilmanglar. 175 soat ham tezlik ham normalniy. O'sha yoqilg'i sarfini aytib o'tdi. Avtomobil kafolati. Qaranglar, bu Xitoydagi avtomobil kafolati, ya'ni garantiyasi. Vechniy emas ekan, mashinaga garantiya beryapti. 6 yil yoki 150 ming kilometr probeg. Rasmiy dillerlarda bemalol anaqa garantiyani so'rab olishingiz mumkin, lekin siz Index yoki ICL-dan olib beruvchi shaxs kompaniyalardan, xususiy kompaniyalardan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bu garantiya berilmaydi. Chunki Xitoyda o'ziga o'tadigan garantiya bu. O'zbekistondagi filialda ham ko'pincha 3 yil garantiya beryapti ekan. O'z testini aytish bo'yicha. Xo'p, cheklangan vazn 250 tonna. 2050 kilogramni tashkil qilar ekan. Yaxshi, maksimal to'liq yuk massasi esa 2,5 tonnagacha yuk ortishingiz mumkin. Nima deysizlar? Ko'proq yuk bilan shug'ullanadiganlar, bu normal holatmi yoki vrodi bu pastmi, kammi? 2 tonnali mashina men uchun normal.
Chempionlarda bitta muammo bor edi. Ballonlari kichik ishlab chiqarilgan edi. Qaysi ma'noda bilmadim. Menga ham aytishgan bu sababda. Yuzsa katta, ballon kichkina va ot kuchi juda ham ko'p. Gazni bosganingizda ballon chiyillab ketadi. Joyida aylanish hosil qiladi. Bu ballonni kichkina va ensizligidan deb keltirilgan edi. Endi hozirgi davrga kelib minib ko'rmadim Smart'larni hali. Bu muammo yechildimi, yechilmadimi bilmadim. Chunki mashinani qanchalik maza qilishligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, gazni bosganingizda u chiyillashi emas, balkim sizni tortib olib chiqib ketish kerak. G'inglamasdan. Buni men zikr nonlarlarda his qilganman. Ot kuchi ko'p, zo'r. U joyda ham chiyillamaydi. Gazni bosasiz, bosgan gazingizga qarab sizni olib chiqa oladi tezlikka. Mana davom etamiz. Ballonlar razmerini ko'raylik. Men g'ildiraklarning yoqilg'i bakining hajmi yo'q, to'g'ri. Bagaj hajmini aytmabdi. 400 litr atrofida keladi. 500 litr yo 400 litr. Juda ko'p emas. Dvigatellar aytilmagan, maksimal ot kuchini aytdi, maksimal quvvatni ham aytib o'tishdi, maksimal newton metr, zo'r haqiqatdan. Elektr dvigatellar, mana elektr dvigatellar BYD motorini o'zi ishlab chiqarar ekan va markasi. Agar siz motor kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Xitoyga mana shu marka orqali zakaz berishingiz kerak bo'ladi. Dvigatelning umumiy quvvatini aytib o'tildi, ot kuchini ham aytib o'tdi, newton metr ham aytildi. Old motor o'zi bir motor bo'lgani uchun o'sha bir motorlik oldi tortadi, shunaqa. Va Sandian birinchi marta egalar uchun kafolat siyosati. Qiziq joyi. Xitoydan ilk bor anaqa olsangiz, Diodi chempion. Shunaqa bo'lsa kerak. Birinchi egasi uchun yillar milliy chegarasi yo'q. Ishlanmaydigan egalar uchun cheklangan javobgarlikda ozod qilish qoidalariga rasmiy qoidalarga bo'ysunadi. Bo'ldi, o'sha garantiya. Birinchi egasi uchun yillar chegarasi yo'q. Позичный beryapti garantiyani BYD haqiqatdan. Faqat xitoyliklar uchun. Umumiy bozorga esa 6 yil. Prezident probek. Aqlli. Batareyka turi ko'pchilikka qiziq. Litiy temir fosfat. Litiy железо fosfat. O'zbek tilida aytganda temir fosfat. Xitoy tilida, rus tilida esa железо fosfat. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. железо fosfatlar mana sxemasi. Mana ko'rsatilgan. To'g'risi batareyka bo'yicha mutaxassis emasman. Litiy batareyalarning ko'rinishlari. Men yana biladigan narsam, litiy железо fosfat bu qimmat batareyka hisoblanadi. Ya'ni sarf xarajat qimmatroq, ko'proq bo'lib ketadi. Lekin qishda sezuvchanligi juda past. Ya'ni o'ta sezgir, ta'sirchan emas sovuqqa. Ya'ni sizni gradusingiz 9 gradus, balkim 8 gradusgacha batareyka o'z qobiliyatini yo'qotmaydi. Litiy batareykalarning ko'pi esa 12 gradusdagi o'zini yo'qotadi. Bu issiq holatdagi, iliq holatdagi, sovishni boshlaydi-yu, shu holatdagi aytilyapti. Litiylar arzonroq, lekin 12 gradus bilan 40-50 gradus o'rtasida bemalol ishlaydi. Qolgan paytda o'zini xususiyatlarini yo'qotadi. Litiy железо fosfat esa boshqacharoq. U 8 gradusda ham o'zini ushlab tura oladi va где-то u ham 50 gradusgacha o'zini yo'qotmasdan ishlaydi. Issiqqa ham razniya o'ynashadi baribir. Faqat sovuqqa emas akalar. Issiq bo'lib ketgan paytda ham batareykalar o'z aytgan holatda yurib bera olmaydi. Batarey markasi batareyka Katlmas, akalar Katldan edi oldin ko'plab Fudi. Yana ko'ramiz. Fudi, fact checking qilamiz. Fudi. Men qizig'i Fudi desam, anaqa chiqdi. Internet magazin chiqdi. Просто internet magazin chiqdi. Kelinglar o'zidan kirib ko'ramiz. Panasonic. Necheli Fudi. Yo'q, to'xtanglar. Xitoycha edi-yu. Tak. Bir daqiqa. Shu bo'lishi kerak. Bizning narsamiz.
bir daqiqa. Men qiziqdim, fakt checking qilishni yoqtiraman. Shuni belgilab olsam. Topaman. Mana. Qiziq. Fodi qanaqa kompaniya ekan? Mana Wikipedia bor ekan. Wikipediadan biz qiziqamiz. Doimiy magnit sinxron motor. Doimiy magnit sinxron motori. Yo'q, qiyin. Juda qiyin. Juda menga ish bermadi. Yo'q, biz boshqa narsani qidiribmiz. Maytini olishimiz kerak ekan, og'alar. Bir dunyo yozuvdan keyin mana bu kichkina yozuvda. Agar Xitoy tilini bilmasangiz, shunaqa qiynalasizlarda. Fakt checking qilamiz, fakt checking. Tak, birinchisiga kiramiz. Haqiqatdan Fodi degan kompaniya bormi? Find the industry. No, bor ekan. Unda Fodi degan kompaniya. Mana shu mana ko'rganingiz u logotipini zo'r qilibdi. Maza qildim. O'sha F U qasiga D. Chotki chiqqan. Fodi kompaniyasi bor ekan, bu ham o'sha BYD bilan ishlaydigan kompaniya ekan. Xullas, yaxshi, davom etamiz. Fodi. Katlmas har holda. Katl sal mashhurroq edi. Fodini bilmadim. Endi yaqinda chiqib tushishi kerak. Pichoq batareyasi. Batareyka noyob texnologiyasi, pichoq batareykasi. O'ylarga tushunmadim. Pichoq batareykasi nima vazifani bajaradi? Mana unaqa kasetalik bo'ldi. Yangi chiqayotganda haqiqatan shunday bo'lyapti. Kasetalik holatda chiqishi. Bu sovutish tizimiga yordam beradigan holat hisoblanadi. Shuning uchun devorga adashgan bo'lsa kommentariyga yozinglar, chunki kech bo'ldi. Juda ham o'sha anaqa qilish boshlayapman, men ham ishlashda. Batareyka sovutish usuli suyuq sovutish, suv orqali to'pli nasosda ekan narsalarni o'rniga mana ko'ramiz. Suv orqali sovutilar ekan. Mana metan kiriladi, adashmasam. Mana shu sistema, bu Polestarniki edi. Polestarning akkumulyatori edi. Bu esa BYD'larga bo'lsa kerak. Shunga o'xshash edi BYD'larga. Sovutish tizimi orqali bo'ladi. Ko'pincha havo orqali bo'ladi. Ba'zi mashinalarga o'sha chempionlarga yetgandan keyin kategoriyasi jihatdan shu suyuq sovutish, ya'ni suv yoki antifriz orqali bo'ladi. Antifrizsiz bilsangiz 3-4 ta bochka bo'ladi. Me'mor zo'r ekranda muammo. Bilasizmi, antifrizlar ko'p bo'ladi, bochka bo'ladi. Bazgilar aytadi, nima motor bo'lmasa antifriz, unda motor yo'q, lekin batareyka bor-ku, to'g'rimi? Batareykani ham suv bilan sovutishadi. Ketdik. Xo'p, tez zaryadlash funksiyasi qo'llab-quvvatlaydi, yaxshi. Tez zaryadlash quvvati +40 kW. Bu ham yaxshi ma'lumot. Ya'ni siz 220 ga kirasizmi, 500 kWga kirasizmi, farqi yo'q, mashinangiz faqat +40 kWlik zaryad oladi. Shuning uchun tez zaryadli stansiyalardan faqat 140 atrofidagilarni qidirishingiz kerak bo'ladi. 140 dan pastini qidirsangiz, vaqt, ya'ni o'sha yarim soatdan emas, balki cho'zilib ketish ehtimoli bor. Xo'p, tez zaryadlash mashinaning o'ng orqa tomoni, sekin zaryadlash porti. U ham tez zaryadlash porti mashinaning orqa chap tomonida joylashgan ekan, ikki xil joyda joylashgan edi. Buni ko'rsatib o'taman. Tak, bir daqiqa. Mana bu. Xo'p, o'ng tarafida bu tarafi o'ng tarafi hisoblansa, medlenniy zaryadga, o chap tarafida esa bistri zaryadga. Ketdik. Tez zaryadlash chap tarafda, to'g'ri. Tashqi tushirish quvvati esa 3.3 assi, ya'ni 3.3 kilovatni tashkil qiladigan. Bu uy sharoitidagi 3.3 deyapti. 7 kilovatli zaryadchikda qiziqdim. 7 kilovatli zaryadchik. Bo'ldi. Ming bor uzr akalar. Bu assi. To'g'ri. 3 kilovat tokni mashinadan olib chiqib bera oladi tashqariga. Siz 3 kilovatli tokni ishlatishingiz mumkin ekan. 220 voltga. Bu faqat BYD'da kuzatilgan jihoz, gadjet bu. Piknikka chiqqaningizda kerak bo'ladigan. Qolgan paytda ishlatasizmi, bilmayman nimaga. Uyingizda svet o'chib qolsa O'zbekistoncha ketamas.
yana qaysi vositalarni ishlatasiz bu gadjetda? Ya'ni mashinadan tokni olib, udunitelga chiqarib berish funksiyasi. Qaysi paytda ishlatasiz? Kommentariyga yozib keting. Qiziq menga haqiqatan. Qisqartirish elektr avtomobillarni bir tezlikda vites qutisi. Vites qutisi. Bitta joylashgan ekan, vites qutisi to'g'ri ruxsat etilgan vites nisbatan vites qutisi. Buni ko'ramiz. Nima ekan? O'tkazmalar. Tushunarli. Elektr avtomobillar bir tezlikka vites qutisi, ya'ni bir skorosklik demoqchi adashmasam, chunki faqat d deb urganingizdan keyin to'g'ri ketishgan. Vites soni haqiqatan bir dona deyapti, bitta skorosk urganingizdan keyin o'zi ketadi. Haqiqatan bir xil. Haydash rejimlari oldining haydovchisi, oldingi haydovchi. Faqat oldi bor deyapti. Old o'sma turi Macpherson. Bu anaqa shassi baquvvatligi, ya'ni nezavisiyalar bo'ladi-yu, amortizator shunga o'xshash narsalarda. Mustaqil suspensiyalar oldi mustaqil ekan. Bu yaxshi degani, ya'ni ikkita ballon mustaqil bo'ladigan bo'lsa, ballonlarga tushib chiqqanda yumshoqroq hissiyotni beradi. Orqa osmonlarga ko'p bo'g'inli mustaqil suspensiyalar. Mustaqil bo'lgani yaxshi. Biriktirilgan bo'lsa, mana bunaqa bo'ladi. Bittasi chiqadigan bo'lsa, bunga ham ta'sir o'tkazadi, o'zini anaqasini, kuchini. Shuning uchun buni ham sassilkab qo'yish mumkin. Mustaqil bo'ladigan bo'lsa, faqat mana shunaqa bitta tushib chiqadi. Qo'shma bo'ladigan bo'lsa, albatta yo bunday qilib silkab qo'yish mumkin, ehtimoli bor. Bu mening fikrim. Lekin qo'shma bo'ladigan bo'lgandan keyin must bo'ladi, must deb qo'yadi. Ko'pincha damaslarda ko'rgan bo'lishingiz kerak. Bitta tushsa siltib tashlaydi. Mustaqil bo'ladigan bo'lsa, alohida nezavisimiy deb qo'yadi. Undan ancha yumshoqroq bo'ladi. Podveskis. Quvvat turi. Elektr quvvat yordamida avtomobil tuzitish, yuk ko'taruvchi, avtomobil tuzilishi, yuk ko'taruvchi. 2,5 tonna yuk ko'tardi boya. Oldi tormoz turi. Ventilyatsiya qilingan disk. Buni tushuntirib o'taman. Ventilyatsiya qilingan disk nima degani? Mana bu qismida ko'rayotganingizdek, joyi bor. Tumankarning o'rni aslida bu tumankarning joyi bo'lishiga qaramasdan mana bu yerda kichkina teshik bo'ladi. Bu teshik mana shu yerdan havo kirib, mana qismga havo yo'naltiriladi. Siz katta tezlikda ketgan saringiz qisqa bosim ostida diskangizga havo yo'naltiriladi. Bu ventilyatsiya sovutish tizimi deyiladi. Ya'ni kolodkangiz qizib ketmasligini oldini oladi. Yaxshi funksiya bu ham. Yaqin-yaqinda qo'yilgan bu ham. Orqa tormozlari disk barabanoviy orqasi ham. Mana ko'rinayotgan bo'lsa. Akalar aytmoqchi, bizda saqa diskalar ham yangilangan. Eski saqa diskalari sal boshqacha edi va yangi saqa diskalar mana bunaqa ko'rinishga keltirilgan hozir. Albatta ko'rsataman eskisini. Bir daqiqa, men video ko'rgan edim. Albatta sizlarga bunaqa videolar chiqarishdan oldin men ham video ko'raman. Hoppa. Ko'rdingizmi? Eski diska mana bunaqa ko'rinishda bo'lgan, yangi saqa diska esa mana bu ko'rinishda. Популярного полностью. Videoda ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Nomi BYD Song Plus Electra 2025 skript bilan olingan. Yaxshi video ekan, ancha ko'p narsa oldim. Mana bu yerda ko'rayotganingizdek yozuvlar o'zgartirilgan. BYD chiroq yonadigan qilib qo'yilgan. Albatta buni o'chirsa bo'ladi va build your dream degan so'zi hech kim tushunmaydigan, o'sha orzularingizda quring degan yozuvni olib tashlashgan. Soddalashtirishgan. Buni o'chirsa bo'ladi, oldi o'zgartirilgan dedi. Mana unga to'xtalib o'tib ketishim kerak. Albatta, mana bu qismi qo'shilgan, eski versiyasida yo'q edi va mana bu gabariti faqat power uchun edi. Endi hozirgi kunda gabarit sifatida yaxshi mumkin. Oqchiroq bo'lib yonadi. Pastki qismi esa hech qanaqa yonmaydi, lekin gabarit chiroqdek ko'rinadi. Bu yorug' qaytaradigan jism bo'lganligi uchun illyuziya hosil qiladi. Sizlar tushunganlarda bu gaplarni albatta shu videodan o'rgandim. Eski qismini aytdi. Mana solishtirgan. Zo'r montaj qilgan. Men esa yerimdan prosta ko'chiryapman. Bamber bo'lmasa bo'ldi. Eski versiyasi, yangi versiyasi. Bu faqat 2024 va 2024-yilda avgustda chiqqan versiyasi bilan solishtirgan. 2025 deyapti-yu, smart emas bu. Smartga solishtirmagan. Oddiyga solishtirgan, 2024da oddiyga solishtirgan. Asosiy funksiyalari shu asosiy edi. Endi davom etamiz biz o'zimizning narsani ko'rayotdik. To'xtash tormozida turib, elektron to'xtash tormozi ABS albatta bor. Bundan tashqari aqlli tormozlash sistemasi ham joylashtirilgan bu mashinada. Ya'ni bekarga lidarlar qo'yilmadi, kamera soni ko'tarilmadi.
Va bizni eng ajal versiya, ya'ni rasvo deb hisoblab olishdi ko'pchilik. Peshobodlarda xavfli vaziyat hosil qilsa, o'zi avtomatik ravishda to'xtash. Samarqandda bo'lgan voqea, просто bitonkaga shunday odam chiqib to'xtagan, BYD mashinasi esa bu mashina odam yo'lga chiqib boradi deb tormozlagan, orqadagi mashinaga kelib solgan. Kimda ayb? BYDda, mashinada, haydovchida emas. No, haydovchi esa o'tirgan edi. Shunaqa funksiyalari bor. Uni albatta o'chirib qo'yishni unutmang, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, lekin ko'pchilik emas, bir ikkita chiqdi. O'sha aytganim. Balon razmeri juda kichkina. 235 ga 50, 19-razmer, crossover uchun, to'g'ri, suv uchun, SUV uchun 19, kamida 20 yo 21 kutadim. 19, hali ham 19 gacha qolgan. Xo'p, uchun asboblar. Ishonmanglar, shinani ta'minlash uchun asboblar bermaydi. Ishonmanglar. Zaxira shinalar texnik xususiyatlari, shinalarni ta'minlash uchun asboblar yo'q, berilmaydi. Ichida chiqmaydi ham. Buksirovka anaqa chiqadi, tortadigan temiri chiqadi, bo'ldi. Kley chiqadi, kompressor chiqadi. Biz o'xshab atverka, kulet, tankrat degan narsalarni ko'rmaganman BYDda shu kungacha. Haydovchining yo'lovchi havo yostiqlari bor. Old orqa xavfsizlik yostiqlari orqada yo'q ekan, faqat oldida bor ekan. Old orqa bosh xavfsizlik yostiqlari esa ikkalasida ham bor ekan. Old va orqa yon xavfsizlik. Mana yon podushkalar faqat old qismida bor ekan, yaxshi. ABS sistema bor, tormoz kuchini taqsimlash, EBD, SPC va boshqalar. Tasavvur qilyapsizlarmi? Prosta tormozdan tashqari ABS sistema. Undan tashqari tormozning kuchini taqsimlash, ya'ni siz tezroq to'xtash uchun kuch ko'payib ketib qolsa, uni taqsimlash sistemasi. Tormoz yordami, EBA, BA, BAS va BA va boshqalar. Yana tormozlash sistemasi. Ikkalasi ham. Traksiyani boshqarish. Ya'ni nima bu akalar, qaranglar, tormoz bosganingizda bunday qiyshayib ketasiz, o'shani boshqarish sistemasi. Avtomobil barqarorligini nazorat qilish sistemasi. ESC va ESP, DCS va boshqalar. 5 xil tormozlash sistemasi. Bosim kuzatish funksiyasi. Tasavvur qiling, 5 xil tormozlash sistemasi. Bizda esa prosta tormoz. ABS bor edi, olib tashlashdi ko'p mashinada. Zarur shtoli O'zbekiston uchun. Va bunda esa 5 xil tormozlash sistemasi. Почему BYD? Nima uchun BYD? Mana shuning uchun. Eng asosiy narsa tormoz haqiqatdan saqlaydi. Shina bosim kuzatish sistemasida bosimlar kuzatiladi. Baloninglarni X qilganinglarda o'sha shina bosim kuzatuvchi datchiklarni ham almashtirishni unutmanglar, chunki old orqa qilganinglarda bosim datchiklari ham joyini almashtiradi. Shunda sizni ekraningizda orqangizdagi balonni oldingizdagi balon sifatida ko'rsatish mumkin agar X qilgan bo'lsangiz. Shuning uchun datchiklarni ham almashtirib qo'yinglar. Almashtiringlar, ustalarga aytinglar. Menda shunaqa X obratga o'tib ketib qolgan. Ya'ni orqamdagi balon damini meni ekranimda oldindagi balon sifatida ko'rsatadi. Asofik xabarlar o'rindiq interfeysi. Chiziqdan chiqish haqida ogohlantirish tizimi. Polasa udержания degan funksiya bor. Bu qanaqa funksiya? Agar yoqib qo'ysangiz, polasada ketayotgan bo'lsangiz, mabodo polasadan chiqib ketayotgan bo'lsangiz, rulga vibratsiya beradi. Mana bunaqa. Nechab ketayotgan bo'lsangiz, dirr deydi. Cho'chib ketmang. Men cho'chib ketganman va rulni chapga burib yuborganman. Orqamda signal chalgan, juda ham yomon vaziyat bo'lgan. Neta yu dedim. Birinchi marta shunda ko'rganman. To'g'ri, o'shunda menga o'sha funksiya ishlab ketgan. Faol tormozlash, faol xavfsizlik tizimi boyaga narsa yaramas. 5 oy yugursa to'xtaydi. Charchoq haydash bo'yicha maslahatlar. Menimcha adashdim shekilli, boya gadjet bor dedim. Vrodi bor edi. Nimaga javob beradi? Men shuni deb o'ylayman. Har xil charchoqqa javob berish kerak, lekin bu funksiya ikkalasida ham yo'q ekan. Bilmadim. Dov eshik ochilish haqida ogohlantirish. Ya'ni bor, объяснение. Old to'qnashuv haqida ogohlantirish, oldingi to'qnashuv haqida, parktroniklar haqida ketadi. Orqa parktroniklar, ortni qo'riqchi rejimi ko'rish. Bu boyaga xavfli vaziyat bu yuzaga kelsa yoki kechqurun siz mashinada bo'lmasangiz ham video kuzatuvlarni amalga oshiradi. Pastlik haqida ogohlantirish bor. Bizda bu funksiya ishlamaydi. Sababi o'zi 70 da yuradi odamlarimiz. Baland tezlikka chegara qo'yishni o'rgatish kerak edi. O'rnatilgan haydovchi yozuvchisi
registrator. Yurishga qarshi tizim. Bu anaqa zaryadkaga qo'ygan paytingizda pistoletni suqib qo'yasiz-ku, ko'p bo'ladi hammada xayolda, shunday kelib mashina ochib shunday o'tirib ming ketverish hodisasi bo'lishi mumkin. Ko'p benzin kolonkalar shunaqa bo'ladi, pistoletni sindirib olib ketib qolishadi. Elektromobillarda bu narsa holi, ayniqsa chempion holi ekan, hozir ko'rsatgan narsangiz, pistolet suqib turgan paytda mashina harakatga keltirilmaydi. Qachonki pistoletni sug'urasiz, keyin harakatlanasiz. Bu yaxshi funksiya. Sizdan fikringizni yozib qoldiring. Bu funksiya kerakmidi, kerak emasmidi? Kimga bilasiz, benzin kolonkada pistolet sug'urib olib ketgan tanishingizni belgilab ketsangiz ham mayli. Xo'p, haydash rejimlari: sport, iqtisodiyot, standart, qulay, qor. Ya'ni sport, eko, standart va qor. Qor ham kerak. Energiya qayta tiklash tizimi, rekuperatsiya, ya'ni o'zini o'zi qayta tiklashtirish. Bu qanaqa? Sizlarga tushuntirishga harakat qilay. Qaranglar, rekuperatsiya tizimi ishlaydi va odamlarda xayolga keladi, nimaga avtomobil bo'lsa o'zini o'zi qayta to'klab бесконечный umrbod yura olmaydi. Akalar, qaranglar. Mashinani akkumulyator sarf xarajati chetda ko'rsatib turadi. Har xil 20 kilovatgacha, 10 kilovat soatiga ko'rsatadi o'zida. Har xil mashina o'zini qabul qilib olgan paytda nisbatan kamroq bo'ladi. Ya'ni sizni xarajatingiz doim ko'p, qayta qabul qilish sistemasi sal pastroq bo'lganligi uchun sizni sarflash xarajat energiyangizni biroz kamaytirib beradi. Qayta rekuperatsiya tizimi kamaytirib beradi, lekin sizni бесконечный, ya'ni cheksiz harakatlanishingizni ta'minlab bermaydi. O'zini o'zi zaryadlash, avtomatik to'xtash joyi, avtomatik to'xtash joyi. Bilmayman, avtoparkovka faqat smartda bor. Bu yerda nimaga unaqa keltirilgan bilmayman. Tepakda boshlash, yo'q, avtomatik to'xtash joyi bu anavi avtohold degan narsa bor. Bu tormozni bosganingizda mashinani avtomatik to'xtatib ushlab turadi va gazni bosishingiz bilan rushniga ko'tarib turadi va gazni bosishingizdan yurib ketadi. Tepakdan boshlash uchun yordamchi. Ya'ni bu nima degani? Tepalikka mashinani qo'yib tormozni avtoholdga qo'ygan paytingizda gazni sekin bosganingizda mashina orqaga sariladi, bilasizlarmi? Net sarib yuradi. Va bu shunday funksiya qo'yilganki, bu tepalikka rushni yechilgan paytda mashinangiz bunday turib, orqaga yurmaydi, joyidan turib bunday yurib ketadi. Bitta zo'r reklama bor edi BMWniki. Agar topsam qo'yib qo'yaman. Olmaxon mashina do'mga chiqib ketgan mashinalar to'xtagan paytda mashinani orqa baloniga yong'oqni qo'yib qo'yar ekanda, keyin mashina harakatlanish boshlayotgan paytda mashina biroz orqaga yurganda haligi balon bilan yong'oqni sindiradi. Va o'sha BMW mashinasi kelib shuni to'xtatdi, olmaxon qo'ygan paytda haligi shunaqa funksiyasi bo'ladi. Tepalikka chiqish yordamchi funksiyasi. Va orqa sarilmasdan oldiga yurib ketadi, olmaxon yong'oq sinmaydi, ammo xafa bo'lib qoladi. Zo'r reklama. Bir ko'rishni tavsiya qilaman. Tepalikda mashina uchun yordamchi, nisbatan keskin pasayish, ya'ni rekuperatsiyani nazarda tutyapti. Bu yerda iPedal rejimlari ham qo'shilib ketadi o'zimni yarganda. Ya'ni spustdan tushayotganingizda siz tezligingiz oshib ketmaydi, o'sha 60-70 tezlikda ushlab tura oladi. Gazdan ayog'ingiz olgan holatda tormoz bosmasangiz ham. O'zgarishni to'xtatib turish funksiyasi. Bu funksiya kerak emas. Haydash uskunasida old-orqa to'xtash faralari bor. Haydash uchun yordamchi rasmlar, 360 darajali kameralar aytyapti. Shaffof shassi, ya'ni parkovka qilayotganingizda hozir ko'rsata qolay. Sizlarga mashinani tagini ko'rsatish, mana ko'rgan bo'lsangiz, qani sizlarga ko'rinyaptimi? Bir daqiqa. Mana yerda shassi ko'ryapsizmi? Tagi shaffof holatda ko'rinadi. Bu funksiya orqali siz nimaga erishasiz? Mashinani ost qismida nimadir kolodis yoki chuqur bo'ladigan bo'lsa, balonlaringizni aniqlik ravishda manevr qilishingiz uchun. Bu o'zi qanday ishlaydi? Tagida hech qanaqa mashina tagida kamera yo'q. Prosta orqa kameradagi yerni ko'radi va u saqlab qolib, qancha masofadanki u yer orqada ko'ringan, qancha metr masofada ko'ringan yer mashinaning tagida bo'lishini hisoblab, u sizga taxminiy hisob kitoblarga ko'ra sizni tagingizlarni ko'rsatadi. Bu почти adashmaydi, millimetrlarga adashishi mumkin. Bu deyarli katta rol o'ynamaydi. Xato qilishingizga, manevr qilayotgan xato qilishga sababchi bo'lmaydi. Arzimagan millimetrlar. Yaxshi funksiya. Ko'p mashinada ham bor. Bu funksiya BYDda ham bor ekan. Xo'p, qolganlariga haydash ikkalodek, haydashda yordam darajasi L2 ko'ramiz. Nimaga L2?
Level 2 yoshi, ko'z, quloq, barul. Tushunmadim. Og'alar, yana bitta zo'r vazifa. Men ham mana maktabda o'qituvchilarga o'xshayman. Bilmadingmi, bolalar, bu mustaqil ish. Kommentariyada yozib qoldirarsizlar, akalar. To'g'risi, qiziqsanglar. 52 ko'rdingizku, level 2 mana ko'z, quloq, qavs ichida qo'l yoki oyoq, qo'l bilan oyoq qo'yibdi. Tepalarda boshqacha narsalar. Bilmadim. Bu ajoyib. Meni qoyil qoldiryapti BID. Orqa tomon ogohlantirish tizimi, sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimi O'zbekistonda ishlamaydi. Faqat navigatsiya tarafiga oid ma'lumotlar ekran. Bu boyagi bizda Yandex bo'ladi, biz anaqa bo'ladi, Baidu, Gaude degan yozuvlar qo'yadi, bizda Yandex. Chiziqli yordam, bo'lakni saqlash yordamida berish tizimi, yo'lak markazlashtirish, yo'l harakati belgilarini aniqlash Volkswagen'da bor edi. Avtomatik to'xtash joyi, mana shu avtoparkovka. Masofadan boshqaruvchi to'xtash joyi, tigon to'xtash joyi. Bu funksiyani bilmayman, tekshirib ko'rish kerak. Qiziqdim. Kim bu yerda chempion olgan bo'lsa, iltimos xabarga chiqinglar. O'zingiz shu funksiyada bir yoqib ko'rishga harakat qilamiz. Sizni telefoningizda Lida ko'rganman, bilmadim. Bu qaysi chempionni ham bor degan ma'noni anglattiryapti. Dayni sinab ko'ramiz. Kimda bu yerda chempion smartini oldi? Boramiz, kontent qilamiz, xolos akalar. Del interes uchun siz ham bir yangilik bo'lib qoladi, bizga ham yangilik, qolgan obunachilarga ham yangilik bo'lib qoladi. Kommentariyada yozinglar, kimda bu yerda chempion smart olgan bo'lsa, boraman. Toshkentda bo'lsa, borib kontent qilamiz. Lekin qanaqa qilib buni yaqish kerakligini men ham bilmayman. Bir o'rganib ko'ramiz. Xo'p, biz qayerga keldik? Avtomatik to'xtash joy, avtomatik chiziqni o'zgartirish, raqamni avtomatik chiqishi, kirish-chiqish. Rampaning. Bo'ldi, tushunarli. Bayon tushunmadik. O'chirish, aniqlash, avtomatlashtirilgan haydashga yordam bo'lish, yuqori tezlikda yo'l uchastkasi, farqlarda ko'p chiqayotgandik. Elektromagistral, holati xotirasi, uyingizda tokchasi, wow. Xullas, ko'payib ketdi. Videomiz uzun bo'lib ketyapti. Harorat nazorat qilish usullari. Mana PM da o'lchanar ekan. pH da emas, PM da ekan. PM 2,5 filtr bor ekan ikkalasida ham, lekin uni nazorat qilish imkoni yo'q ekan smartda. Xullas, shunaqa gaplar, akalar. Men charchadim, soat 11:30 bo'libdi. Xursand sizlar degan umiddaman shunaqa kontent qilayotganimizdan. Albatta like va podpiska tashlaylar. Sizlar ilmiy jihozda bo'ldinglar. Kontentlar ancha uzilib qolgan edi. Sababi shu, yangi loyihalar qilishimiz kerak edi. Ichki kechinmalar, protsesdan kesalik, shunga o'xshash narsalar bo'lyapti. Albatta sizlarga yordaminglar kerak bu borada. Kommentariyada o'z fikringlarni qoldiringlar. Ismini bildinglar, Abdurahmon, doimo ishlarni ko'raylik. Abdurahmon kontent kamayib ketyapti, buni qilaylik desanglar akalar. Bajonidil, fact checkingmi, bilmasam ham shunaqa saytlarga kirib titini chiqarib tekshirib ko'ra olmaymiz. Muammosi yo'q akalar. Xullas, prosta aktiv bo'lamiz, podpiska tashlaymiz, like bosamiz va smart chempionni smartini olmoqchi bo'lgan akalarga yuborib qo'yamiz. Narx-navo keladigan bo'lsak, hozirgi kundagi narxi 28500, bu kun 11 aprel 2023-yil. Kelajakda ko'rayotgan akalarimizga bu narxda bo'lmasligi mumkin. Biz avtomobil savdosi bilan shug'ullanamiz. Bu qayerda bo'lishi mumkin? Telegram kanalimiz bor, albatta. Telegram kanalimiz pastda opisiyaniyada yozib qoldirilgan. O'sha yerda biz avtomobillar narxlarini bugungi kundagi holatdagisini qo'yib boramiz. Bu o'sha qaysidir yildagi farqi yo'q, qo'yib boramiz. O'sha yerda nomerlarimiz ham bor yoki umuman mana shu yerda ham nomerlarimiz pastda opisiyalarda bor. Yonatga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Sizlarga yurgan yangi elektromobil, benzin, gibrid shunga o'xshagan avtomobillarni qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Firmalarga deysizlarmi, indeslik qilib olish kerakmi? Shularni ham harakatini qilib beramiz.
Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Bugun bu yerda Smart avtomobilini ko'rib chiqdik. Oldingi versiyalariga nisbatan qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan. Albatta ipidan ignasigacha ko'rdik degan umiddaman. Ancha ma'lumotlarga ega bo'ldinglar. Ketkizgan vaqtinglarga achinmaysizlar degan bittaman. Albatta sharh yozishni unutmanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.